39 metrlik hanomuz chiqyapti. Metr 39 metrlik. Mana uni bunday qilib, mana shunday ketadi. Og'ilmay qoladi. Ahmad akam hozir bul keladi. Ona bunday qilib usha desam bunga. Bunday ushaylar bir taraf oldida, bir taraf orqadan qilib. Oling aka, mana o'rni ushlasiz. O'zi temir qo'yib olsa bo'lib, bular ham temir endi qilib olishadi. Odam ham kerak bo'lmaydi. Ha, ana shunaqa qilib olsanglar. 39 metr u 60 santimetr. Salkam 40 ekanda. Salkam 40. Aziz aka oling. 19. O'zim akam ham shuncha shekilli. Bola yetmasa. Yana ikkita bola. O, so'rang, ikkitasini keling keladi. Akalar 2 minutga yordam. Tamsini o'zingizda tushasiz. Men 30 ushlayman-da. 28. 9 metr, no akalar beraverasiz. 4,5 metrdan. Akani o'zini ushlab Lesa keladi aka avvalini. Assalomu alaykum aka. Yursiz charchama. Bitta piramid kestirasizmi? Yaxshi niyat qiling, ko'ngilni bo'lmang. Kep qoldi. Ha. Hozirgi 39 kep qoldi. 60. 960 ga ketdik. Qo'yvoringlar. Ustasi mana. Ustasi mas. Mas ukamiz qo'yapti mana Shamsiddin dedi.